Ay o'chin. 160. Mana bizda vahshiy. Yarim yoldash kerak o'shasi. Yollaymiz aka, yollamasang bo'lmaydi. Sinari kerak-da, uni bilmayman-da, nima. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bizlar Sunny Power zdaniyamizga juda ko'p ekskavatorlar pag'urchilar keldi. Mana bir tanishtiramiz. Eng arzon tanishtirgan bo'lsa, mana men kichkina pag'urchimizni ko'rsataman sizlarga. Mana bizning O'zbekistonimizga kelgan bu pag'urchimizni ko'rishingiz mumkin. O'zi kichkina bo'lgani bilan katta kabinaga ega. Uni kabinasida konditsioner, ventilyator yozda mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Yozda saratonda ham salqin, buni bo'ylarini ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari juda ixchamgina. Podvalda, bog'da ishlarda ishlasa bo'ladi. Svetlarni ko'ring, qorong'ida ishlasa ham bo'ladi. Mana sizlarga boya tanishtirganim kichkina pag'urchilarimiz. Buni hajmiga kelsak, uzunligiga 460, eniga 160, bo'yiga 211 sm bo'lib, yuk hajmiga kelsak 0.3 kubni egallaydi bu. Mana bu ko'rsatib mumkin. Chiroqlari, bakoylari, salon holatiga kelsak, mana salonga sayr qilamiz. Yumshoq o'rindiqlar, mana bizlar rushnet bo'ladi. Rollarni ko'rsangiz bo'ladi. Gidrolika rollari, boshqalarga yuborsan. Bu rechaklarimizni ko'rib turibsiz. Ventilyator, konditsioner juda yaxshi ishlangan. Tepasida oynalari bor tom qismida. Bemalol ko'rsa bo'ladi. Ko'shini 38 kilovat mana bu 38 ishlaydi. Motor 4 silindr. Ko'rsangiz mumkin, tepasida mana ikkitasi bor. Yaxshi alyumin radiatorlar, balonni ko'rishingiz mumkin. Mana balonlar ham yaxshilangan. Ichkari motorlar shumka qilingan, salonda ovoz kirmaydi.